Sotuvdagi gazli Iveco'lardan ham chiqaring deb so'rayotganlar uchun akalar bir emas, ikkita sotuvga Iveco qo'yildi. Ikkitasi ham bir xil, u tomonda ham yana bittasi turibdi. Tegashli 2018-yilda ishlab chiqarilgan 460 taga ko'rib turgan Krone Persepini ham sotiladi. Bu 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Hammasi Pirgonkaga Persepi moslari ham Krone moslar, lentakalari bor, holatlari a'lo darajada. Bu Namanganlik gaz ustunovka qiladigan Mirzoq akamizniki. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Aka bilan narxini necha puldan qilib berasiz? Bu 43 mingdan galavali, 21 ming Persep. 43 ming galava, Persep 21 ming TVS'ni yana kelishtirib berasiz. Bu hech qanaqa o'zimizda yurmagan, 1 gram propan qo'yilmagan Eron Turkman orqali kirib kelgan metan uстановkalarni o'zim qilib berganman, chiroyli qilib. O'zi akamizni ko'pchilik tanitgan kerak. Ko'p Iveco'larga o'zingiz ustunovka qilib beryapsiz. Ha, ko'p Iveco'lar mana shunaqa qilib chiroyli ustunovka qilib berganman. Boshqa cho'chilib ketgan 100 litr o'rnatilgan qanaqa bo'lgan bo'lsa, qayta remont ham qilib beraman. Shunaqa xizmatlar bo'lsa o'zlariga ham murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa. Mashina bo'yicha batafsil ma'lumot telefon qilib yana o'zlarida olsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bu videoni gazli Iveco qidiruvga fura ishlanishga jo'natib qo'ysam esdan chiqmasa, sotuvdagi yana ko'plab furalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, hammaga yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat.